Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Oldindan aytib qo'yay, bugungi she'rim mavzusi jamiyatimizdagi jiddiy bir muammo haqida va men buni kulib ayta olmayman. Marhamat, sarlavhasi nikoh yoki zino bor. Demak, boshlayapman. Qizcham, yigitim demang, mahram yo nomahramdir. Qisqacha aytsam, demak, nikoh yoki zino bor. Inglizcha aytilgan girlfriend, boyfriendlar bekor. To'g'ri yo'lga qaytinglar. Nikoh yoki zino bor. O'zingizga moslamang. Bu sizga emas bozor. U yo bu yo'lni tanlang. Nikoh yoki zino bor. Nikohsiz muhabbatni oddiy holga yo'yganlar, menimcha oxiratni unutib ham qo'yganlar. Gaplarimni tinglang siz. Eslang keyin paytida. Alisher aytdi dersiz, qaytar dunyo qaytadi. O'ylaymanki, she'rimni tushunganlar va tushunishi kerak bo'lganlar tushundi. Bu yerda jiddiy gaplar mavjud. Agar izoh talab qilganlar bo'lsa, har qaysi jumla bo'yicha fikringizni savol sifatida izohlarda qoldiring. Sizlarga javob berishga tayyorman. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar.